Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz lotin tilidagi 3-mavzuga asoslangan, ya'ni sifat. Sifat grammatikasi, sifatlarning guruhlari, lug'at shakli, moslashgan aniqlovchilar hamda misol va namunalar bilan ko'rib chiqamiz. Sifat deganda o'zi ona tilimizda biror bir shaxs va yoki narsaning belgisini bildirib ko'rsatib kelinsa, biz ularni sifat deb yuritamiz. Qaysi so'roqlarga javob bo'ladi? Masalan, ona tilimizda bu qizil gul. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, bu yerda gul ot, bu yerda qizil esa qanday gul? Qizil gul va sifat bo'lib turib, belgisini belgilab kelyapti. So'rog'i esa qanday so'roqlarga javob bo'lyapti? Qanday so'roqlarga javob bo'lyapti? Endi bu yerda bizning taqdimotimizda berilyapti. Asosan sifatlar o'zlariga aniqlayotgan ot bilan grammatik jihatdan bog'liq bo'ladi. Albatta, hozirgiga o'xshab bo'ladi. Ular otning rod, son va kelishiga qarab o'z shaklini o'zgartiradi. Shu sababli sifat mavzusini to'liq tushunish uchun avvalo otlarning grammatik kategoriyasini yaxshi bilish kerak. Demak, lotin tilida sifat har doim o'zi aniqlayotgan ot bilan mos holda qo'llanadi. Ikkinchi darsimizni yaxshi o'zlashtirmagan bo'lsanglar, bugungi mavzumizni qiynalib qolishlari mumkin. Avvalo shu mavzuni agar hozir sifat grammatikasiga kirishimizdan oldin ikkinchi darsda kamchiliklari bo'lsa yoki yaxshi o'zlashtirib turib yodinglardan ko'tarilib qolgan bo'lsa, hozir yana bir takrorlab olsanglar yaxshi bo'ladi. O'zlar uchun foyda bo'ladi. Qancha takrorlagansalari uni esda qolishi shuncha yaxshi bo'ladi. Buni o'zinglar ham bilsanglar kerak. Endi sifatlar bo'ladigan bo'lsa, sifatlar ikkita asosiy katta guruhlarni o'z ichiga oladi. Birinchi guruh sifatlar hamda bo'ladigan ikkinchi guruh sifatlarni o'z ichiga oladi. Birinchi guruh sifatlarimiz ikkita turlanish bo'ladi. Maskulinum, femininum hamda bo'ladigan neutrum. 3 ta roddan tashkil topgan bo'ladi. O'z navbatida bu birinchi guruh sifatlarimiz ikkita turga ajratiladi. Birinchi tur hamda belgilagimiz ikkinchi turlarga ajratiladi. Bular bir-biridan qo'shimchalar yordamida aniqlanadi. Birinchi tur sifatlarimiz qo'shimchalar us maskulinumda, femininumda bo'ladigan bo'lsa us maskulinumda, a bo'ladigan bo'lsa femininumda, keyingisi bo'ladigan bo'lsa bo'ladigan bo'lsa neutrumda bo'ladi. Endi birinchi guruh ikkinchi tur sifatlarimiz qo'shimchalar. Maskulinumda bo'ladigan bo'lsa er, femininumda bo'ladigan bo'lsa a hamda neutrumda bo'ladigan bo'lsa da o'z ichiga oladi. Birinchi guruh sifatlarimiz va o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi guruh sifatlarimiz faqat bitta turlardan iborat bo'ladi. Ya'ni ular bo'ladigan femininum maskulinum bir xil, ya'ni s qo'shimchasini o'z ichiga oladi. Neutrum bo'ladigan bo'lsa qo'shimchalarini o'zini oladi. Xo'sh, biz ikki guruh sifatlarda bir takrorlab olsak, sifatlarda ikki guruhlarga bo'linar ekan. Birinchi guruhlari va bir hamda ikkinchi guruhga bo'linadi. Birinchi guruhlar o'z navbatida uchala roddan o'z ichiga oladi. Maskulinum, femininum hamda bo'ladigan bo'lsa neutrum rodlarini o'z ichiga oladi. Birinchi guruhlari ikkiga bo'linadi. Ular bo'ladigan bo'lsa
birinchi tur hamda ikkinchi tur deb yuritiladi. Birinchi tur maskulinumda uz, feminumda a, neytrumda ikkinchi turlar bo'ladigan bo'lsa maskulinumda feminumda a, neytrumda bo'ladigan bo'lsa deb yuritiladi. Qo'shimchalari qo'shiladi. Ikkinchi guruh sifatlari rodlari barcha rodlar o'z ichiga oladi, ya'ni maskulinum, feminum hamda neytrum o'z ichiga oladi. Ularning qo'shimchalari maskulinum bilan feminum qo'shimchalari bir xil, ya'ni s'dan tashkil topgan, neytrumniki qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa tushunamiz. Xo'sh, sifatlarning lug'at shakllari. Sifatlarning lug'at shakllari. O'tgan darsimizda ham lug'at shakllarini ko'rib o'tgan edik. Masalan, kabut yozilganida hamda ularning kabut hamda qo'shimcha, masalan, kaput yozilganida keyin bo'ladi genitiv singular qo'shimchasi hamda urdu yozilgan hamda o'zbek tili tarjimasi yozilgan edi. 4 qismdan iborat deganimizda, ya'ni bu boshqa singularda yozilgan nominativ, ya'ni boshqa ishlayishli birlik shakli yozilgan genitivning qo'shimchasi, rod hamda tarjima holati bu asosiy lug'at shakllarini tashkil etardi. Endi sifatlarning lug'at shakllariga to'xtaladigan bo'lsak, sifatlarning lug'atda masalan, siz lug'atdan yoki biror bir kitobdan sifatlarni yodlayapsiz, lotin tilidagi sifatlarni yodlayapsiz. Sizga berilayotgan bo'ladigan bo'lsa, berilayotgan so'zingiz muskoy, ya'ni maskulinum rodda turgan bo'ladi. Misol uchun, shu yerda namuna berilgan bo'ladi. Magnus. Langus. Xo'sh, longus bo'ladigan bo'lsa, bu yerda biz yodlayotgan holatimizda shu so'zni ko'zimiz tushadi birinchi bo'lib turib kitobda. Xullas, qayerda bo'lsa hamda bu yerda asosan bizga maskulinum beriladi. Maskulinda yozilgan bo'ladi. Keyingi kelayotgan holati bo'ladi. Shunday maskulinum rodida yozilgan bo'ladi. Keyingi kelayotgan qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda biroz surilib ketib qolibdi. Keyin kelayotgan qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa, feminumniki va oxirgisi bo'ladigan bo'lsa, neytrumniki va oxirida o'zbek tilidagi tarjimasi va kelyapti. Agar bu yerda shunday deyilyapti, keyingi qatorimizda har xil bo'ladigan bo'lsa, tartib bilan birinchi bo'lib turib o'zi muskoy rod, ya'ni maskulinum rodida, keyingisi feminum va neytrumda keladi deyapti. Agar maskulinum bilan feminum rodlarning qo'shimchasi bir xil bo'lib qoladigan bo'lsa, u feminumga yana qaytadan yozilmaydi. O'sha maskulinum feminum deb yoziladi. Tepasida sifatlar asosida. Keyingisi neytrumniki alohida yoziladi. Masalan, vertebralis umkaga oid neytrumda bo'ladi. Vertebre holatida bo'ladi. Mustahkamlash uchun mashqlar berilgan. Bularni o'zingizlar mustaqil bajarib qo'yasizlar. Va keyingi o'tgan safar ko'rib o'tgan narsamiz, ya'ni moslashgan hamda o'tgan ikkinchi mavzumizda moslashgan hamda moslashmagan aniqlovchilar haqida agar ko'rgan bo'lsanglar ma'lumot berib ketgan edim. Bu yerda moslashgan aniqlovchi, moslashgan aniqlovchilar bo'ladigan bo'lsa, ot plyusdan sifat holatida namoyon bo'ladi. Ot plyus sifat holatida namoyon. Endi moslashmagan aniqlovchilar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ot plyusdan ot holatida namoyon bo'ladi. Ot plyusdan ot holatida namoyon bo'ladi. Endi moslashgan aniqlovchilar hosil qilish uchun otga sifat, ravish, olmosh hamda son bilan birgalikda mazmun jihatdan bog'langan holatda bo'lishi kerak bo'ladi.
hamda bu holatda rotlar shaxsonlarda bir-biriga moslashgan holatda namoyon amalga oshiriladi. Sifatlar yordamida moslashgan aniqlovchilarni hosil qilayotganimizda hozir bu mavzuni ko'rishdan oldin bu betni ko'rib olamiz, keyin uni tarjima qilamiz. Oldin biz tarjima qilishni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Tarjima qilayotganimizda o'zbek tilida men o'qiyman deb men o'qiyman shu tomonga bu tomonga qarab turib tarjima qilinadigan bo'lsa, lotin tilida esa teskari tomonda bo'ladi. O'qiyman men holatida nima bo'ladi? Masalan, bu birinchi bo'ladigan so'z va ikkinchi holatda bo'lsa, lotin tilida, o'zbek tilimizda birdan ikki tomon, ya'ni o'sib borish tomoniga amalga oshiriladigan bo'lsa, lotin tilida esa ikkidan bir tomon, ya'ni kamay boradi. Eng yuqorisi misol qilib qo'yiladigan bo'lsa, eng oxirida bosh tomonga, xuddi ingliz tiliga o'xshab tarjima qilinadi. Endi o'zbek tilidan lotin tiliga tarjima qilayotgan holatimizda o'sib borish tartibida bo'ladi. Lotin tilidan tarjima qilayotgan bo'lsa, kamayib borish tartibida. Shu yerda namunada keltirilgan ko'zda dekstra holati, ko'zda dekstra o'ngda, ya'ni biz o'ng orqa tomonida o'ng ko'zda qovurg'a holatida tarjima qilinadi. Endi o'ng qovurg'a tarjima qilinayotgan bo'lsa, o'zbek tilidan lotin tiliga qilinadigan bo'lsa, ko'zda vertebra holatida namoyon bo'ladi. Bu joyini ko'rib chiqdik. Endi moslashgan va moslashmagan aniqlovchi kelgan joyidan davom ettiramiz. Biz hozir aytib o'tdik, moslashgan aniqlovchilar bo'lishi uchun ular ot bilan sifat holatida namoyon qilinadi. Sifatdan orqali moslashgan aniqlovchilar hosil qilinadi ekan. Buning uchun bizga va keyingi ko'rib chiqqanimiz birinchi bo'lib turib orqadan uzun muskul bo'ladigan bo'lsa, biz muskulni shu yerda yozilgan uzun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sifat biron narsaning belgisini bildirib turib kelyapti va bunda longus uzun degan ma'noni anglatadi. Birinchisi lug'at shaklida us maskulinumniki, maskulinumniki, a bo'ladigan bo'lsa feminumniki, netrumning qo'shimchasi holatida kelyapti. Bu longus sifatning lug'at shakli. Keyingisi otni ko'rib chiqadigan bo'lsa, oxiriga esa us maskulinumni qo'shimchasi, feminumniki, m bo'ladigan bo'lsa netrumni qo'shimchasi va otlarda bunaqa bo'lmaydi. Otlarda singular hamda bo'ladigan bo'lsa, noun hamda bo'ladigan bo'lsa, singular nominativ singular hamda nominativ genitiv holatida bo'ladi. Boshqacha bo'lishiga ko'plik hamda birlik shaklida. Bu yerda hatto muskulus ya'ni bo'ladi nominativ holatda us nominativ qo'shib bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa genitivusning qo'shimchasi va oxiriga kelyapti lug'at shaklida m bo'ladigan bo'lsa maskulin o'ziga tegishligini aniqlayapti. Biz moslashgan aniqlovchilar hosil qilayotganda uzun muskul deyildi. Ya'ni orqa tomonni to'g'ri tarjima qilindi. Uzun muskul holatida. Bunda
Bunda otni qaysi rodga tegishligini birinchi ot yoziladi. Uzun muskul. Birinchi tarjima qilayotganimizda bu tomondan amalga oshiriladi. Muskul bo'lgan bo'lsa, muskul oldin biz negizini aniqlab olamiz otni. Otni negizini aniqlayotganimizda oldingi darsda o'tilgan edi. Bunga biz nominativ singulyardagi qo'shimchasini tashlab yuborib turib, ya'ni musculus holatida turibdi bu yerda. Musculus holatida turibdi, ya'ni bu nominativ singulyar holatida turibdi. Va shu holatdan biz nominativ singulyar qo'shimcha, ya'ni usni tashlab yuboramiz hamda genetiv usni qo'shimchasini qo'shamiz. Genetiv singulyar qo'shimchasini qo'shganimizda muskul holati qolib ketdi hamda genetiv qo'shimcha i, ya'ni genetiv singulyar holatda muskul holatda nima bo'lyapti? Bu esa otni genetiv holatida tuslangan holatini amalga. Endi negizini aniqlashimiz uchun negizida genetivda ham qo'shimchasini tashlab yuboradigan bo'lsa, muskul, ya'ni otning haqiqiy negizi bu yerda muskuldan iborat bo'lgan. Muskul. Otning negizi muskul ekan. Otning muskuli negiz ekan. Otning negizi muskuldan iborat ekan. Endi muskulni yozib olamiz. Negizini muskulni yozib olamiz. Muskul hamda bu yerda masalan muskulning payi yoki boylami deyilmayapti. Shuning uchun bizda genetiv muhim emas. Lekin ba'zi hollarda genetiv holatda ifodalanadigan moslovchi aniqlovchi kelib qoladi. Shuning uchun biz otning negizini aniqlashdan boshdan ko'rib chiqdik. Keyingi holatimiz esa musculus yoziladi, ya'ni nominativ singulyar holati va undan so'ng esa endi sifatni moslashtirish amalga oshiriladi. Bunda sifat ham hozir ko'rgan negizini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda asosiy negizi long hamda otning rodi maskulinum roddan iborat edi. Bunda maskulinum rodi diga qarab turib sifat tuslanadi. Ya'ni ot qaysi rodda bo'lsa, sifat ham xuddi shu rodni o'ziga oladi. Ya'ni ot maskulinum rodda bo'lyapti, maskulinum qo'shimchasini olyapti. Bu yerda maskulinum qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa, ustdan iborat bo'ladi. Ya'ni longus holatida bo'ladi. Moslashgan aniqlovchilar ot bilan sifatdan iborat dedik. Agar uni moslashtirish uchun biz nima qilishimiz kerak? Ot qaysi rodda bo'lsa, uni dastavval negizini aniqlaymiz va negizda qo'shimchasi birlik yoki ko'p bosh kelishida yoki qaratish kelishida kelayotganini ifodalab turib va qaysinga berilgan bo'lsa shuni to'g'rilaymiz. Bundan so'ng esa sifatni moslashtirishga to'g'ri keladi. Sifatni moslashtirayotganimizda otni rodiga qaraladi. Otni rodini to'g'ri aniqlab va undan keyin uni qo'shimchasini qo'yib moslashgan aniqlovchini hosil qilamiz. Keyingi holat bo'ladigan bo'lsa, sifatlarning turlanishi. Sifatlarning turlanishi dastavvalda ikkita katta guruhlardan iborat bo'ladi. Birinchi guruhlarimiz ikkita turlanish bo'ladi. Ikkinchi guruhlarimiz esa o'zidan iborat bo'ladi. Asosan o'sha boya ko'rib o'tganimiz qo'shimchalari birinchi guruh sifatlarni bo'ladigan bo'lsa, bu sifatlarni katta guruhlarga ajratishimiz uchun berilgan edi. Endi biz esa shu otlar kabi nominativ hamda bular genetivga genetivga tuslayotgan holatimizda beriladigan
Shu birinchi guruhdagi sifatlar birinchi va ikkinchi turlanishda, ikkinchi guruh sifatlari esa uchinchi turlanishda bo'yicha turlanar ekan. Demak, biz bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan narsalar shu birinchi guruh sifatlarimiz uz, a hamda bo'ladigan bo'lsa qo'shimchalari bilan tugar edi va ular hamma o'z navbatida ikkiga bo'linardi. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa, bir hamda ikki edi. Sifatlarni yuqorida ko'rib o'tganidek, bu yerda jami birinchi guruh sifatlar birinchi va ikkinchi turlanishga, ikkinchi guruhlar esa uchinchi turlanish bo'yicha sinflanyapti. Birinchi turlanishimiz bo'ladigan bo'lsa, faqat feminimni o'z ichiga oladi. Bunda nominativdan qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa a, genitivus qo'shimchasi esa a, e holatda ifodalanar ekan. Keyingi holatimiz bo'ladigan bo'lsa ikkinchi turlarda maskulinim bo'ladi uz hamda er nominativus holatida, genitivus qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa i, ya'ni genitivusning qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa, nominativusda esa uz er bosh kelishida holatida ifodalanishi. Uchinchi turdagi sifatlarimiz, uchinchi turlanishimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uchinchi turlanishimiz bo'ladigan bo'lsa, maskulinim hamda femininim bo'ladigan qo'shimchasi is, ya'ni neutronligi bo'ladigan bo'lsa, edan tashkil topgan bo'ladi. Uchinchi guruh turlanishimiz sifatlarning uchinchi turlanishida genitivusning qo'shimchasi bo'lmaydi. Shuni e'tiborga qaratish kerak bo'ladi. Har doim ular qo'shimchasi holatda, ya'ni asl negizli holatida ifodalanadi. Endi sizlar bilan murakkabroq tarjima qilishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu yerda biroz xato ketib qolgan. Oksipitalis hamda bo'ladigan bo'lsa a, ensaga oid bo'ladi. Ensaga oid arteriyaning shoxi, ya'ni ni biz lotin tiliga tarjima qilishimiz kerak bo'ladi. Ensaga oid arteriyaning shoxi. Arteriyaning shoxi. Shox kelyapmiz. Biz bilamizki, o'zbek tilini tarjima qilayotganda chapdan o'ng tomonga qarab tarjima qilinadi. Chapdan o'ng tomonga tarjima qilinadi. Lekin ensaning oid arteriyasining shoxi. Lekin yozilishimizda bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib turib, orqadan qarab turib yozib kelamiz. Bunda birinchi yozishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shox, ya'ni ramus. Bunda bu ot, ya'ni maskulin roduga tegishli. Demak, nominativ holat, ya'ni bosh kelishida holatda turibdi. Biz ramusni yozib olamiz. Birinchisi ketdi, ya'ni shoxi ketdi. Keyingi holat bo'ladigan bo'lsa, arteriya. Arteriya ham bu ot bo'ladi. Ot so'z turkumiga kiradi. Demak, otni yozamiz. Otda biz negizini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu asosiy negizi hisoblanadi otda. Endi bunga arteriyaning bo'lgani uchun, ya'ni karakter kelishi, genitiv singular qo'shimchasi ni qo'shamiz. Ni qo'shib oldik va ramus shox arteriyasining bo'ldi. Endi ensaga oid, ya'ni asosiy sifati kelyapti. Sifat qaysi otga, bu yerda ikkita ot turibdi. Qaysi otga bog'lanadi deyiladi. Bog'lanish kerak bo'ladigan bo'lsa, ot sifatga bog'lanadi yoki sifat otga bog'lanadi degan savol bo'lishi mumkin. Bu yerda moslashgan aniqlovchi hosil qilishimiz uchun sifat otga bog'lanishi kerak. Ya'ni sifatdan oldingi ot qaysi so'roqqa yoki va qaysi rodga tegishli bo'lsa, sifat ham shu rodni qo'shimchasini oladi. Bu yerda arteriyaning, ya'ni feminin rodiga tegishli bo'lyapti. Shuning uchun ensaga oid sifatimiz ham feminin qo'shimchasini oladi.
Demak, bu yerda fenoнимning qo'shimchasi fenonim bilan maskulinniki qo'shimchasi bu yerda bir xil edi. Shuning uchun bo'ladimi, occipitalis holatida yoziladi. Ya'ni ramus arteriae occipitalis holatida tarjima qilinadi. Shu bilan bugungi sifatlarni lotin tiliga bag'ishlangan 3-chi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qo'shimchalarni yodlab olinglar hamda vazifalarni o'z vaqtida bajaringlar, mashqlarni ham bajaringlar. Mehnat ko'proq namuna ko'rib mashq ishlaganingiz sari sizlar bu tushunishlar osonlashadi. Va yodlash uchun oxirida sizlarga sifatlardan namunalar berdik. Bularni ham yodlab qo'yinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.